Ina bu üye karangla. Şu uy için, şu kurgan ustalar için bir tane lop bulaytını basınlar, Xudo kalasa satıladılar. Bize Ürgen şehrine kaynap durgan yerinden biz yurttaşlar. Haritalarını tushuntirib o'taman. To'g'ri chiqsa Gullan yo'li. Yo'nalishigina Zapchas bozor. To'g'rimiz. Aralıkı 100 metr. 100% pishgan karushga solingan uy. Bu 200 kvadratdan sal kichkina, bu 200 kvadratning o'zi. Yanamdan mashin qo'ysa bo'ladi, banana mashin qo'ysa bo'ladi. Ikki ham qo'yib bo'ladi. Podol bilan 3 etaj. Hozir tushuntirib o'tamiz sizlarga. Video davomida ko'rib turganlaringizni. Podolni yuzlama. Ataplaylar bu yanda. Tez yuzlab chiqamiz, shunda minutimiz yetmay qoladi. Xolos bu tarafdan ko'kni ham chiqsa bo'ladi, xarab bo'lsin. Yani zinesi bu. Yurttuğunuzda. Karanglar darvaza pultda beklenadi. Şimdi uyga giramizda uy ichlarini kuzatib o'tamiz sizlar. Shu chiqib bu yerda tokniki alohida avtomatlar. Suv gazdan muammo yo'q. Bu etajimizda polni atıydı, hem yer töpli pol. Zalımız şu halatında topshiriladi uy. Uy egalarining nomerlarini videonun pastida qoldiramiz. Samuziya. Koklayamiz. Şimdi ikinci etaja ko'tarilamiz. Yanında bir xona, yanımızda bir xona, balkon açasan bu, sanuzeri bu. Bakası 125 bin dolar. Video pasında uy egalarining telefon nomerlari. Ortada makler yok. Benim bağlanamazlar. Bana üstünde gelişen yeri bu azgın. Sağ olunlar, bizi güzelleşine devam kılınlar.